Üçbalçalıqda başdan axır to'g'ri pasibanga ergishilmay o'lib ketgan bechora mushavirdan birisi bor. U kimdi? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Üçbalçalıqni ko'rgan nurg'un do'stlar bir mushavirni taniymiz. U kim u? Chungungtay. Chungungtay oldi bilan Savsa bilan birlashidi. Ammo Savsa bilan kelisholmay keyindan Wang Yunga ergishidi. Wang Yun uning gapini anglamaganligi uchun keyindan Han xonadonligi vayron bo'ladi. Uning keyindan Chungungtay yana Liu Buga ergishidi. Ammo Liu Bu mu uningki gapini anglamaganligi uchun, uningki nasihatiga quloq solmaganligi uchun oxirida Liu Bu va o'zininki o'lishini keltirib chiqadi. Amaliyotda Chungungtay do'tmi? Undaq emas. U dangliq mushavir. Ammo u dal to'g'ri pasibanga ergishilmaganligi uchun oxirida uningki hayoti oxirlashib ketdi. Demak, bizningki turmushimizda, jahondorchiligimizda yoki kasbimizda to'g'ri bo'lgan bir yetakchiga, to'g'ri bo'lgan bir boshliqqa ergishishimiz nihoyat muhim. Agar siz to'g'ri odamga ergisholmasangiz, sizningki bosgan yo'llaringiz, hayotingiz isrof bo'ladi. Hatto xato yo'lga minib qolishingiz mumkin. Agar bu gaplarimni to'g'ri deb qarasangiz, astidagi inkas rayoniga 66 raqamini qoldirib qo'ying. Texmi ko'p korxonchilikqa, igilik tiklashga oid mazmunlar qiziqmoqchi bo'lsangiz, ayrim xonamga uchur qoldirib qo'ying.